O'tgan galgi dasturimizda biz sizlarga dunyoda o'rnatilgan qiziqarli Ginneslar rekordlari haqida ma'lumot berib o'tgan edik. Bugun ham dunyoda o'rnatilgan qiziqarli Ginneslar rekordlarini bir qanchasini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Marhamat, tomosha qiling. Kim bilibdi deysiz, insonni soqolini shunchalar baquvvat bo'ladi deb. 2013-yili 26-iyun kuni Antamas Kantermas degan inson soqoli bilan 63 kilogrammlik qizni ko'tarib Ginneslar rekord kitobiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Albatta bunaqa rekord dunyoda kamdan kam o'rnatiladi. Alabama shtatida istiqomat qiluvchi Chatfield degan inson saqiz chaynab undan rekord darajasidagi pufakni hosil qildi. Chatfield qo'llarini yordamsiz og'zi yordamida saqichni 50 sm kattalikdagi pufakka aylantirdi. Shunday qilib 2004-yili 24-aprel kuni u dunyodagi eng katta saqichdan pufak hosil qilgan inson deya Ginneslar rekord kitobiga kiritildi. Italiyada istiqomat qiluvchi Salvia Sabboy degan inson 2012-yili 27-dekabr kuni 1 daqiqada yuziga 51 dona prishevka, ya'ni qistirg'ichlarni qistirib dunyo rekordini o'rnatdi. Bu rekord qanchalar g'ayritabiiy ko'rinmasin, lekin uni rekordini yangilayman degan insonlar ham topildi. Lekin Salvia Sabboyni o'rnatgan rekordini u insonlarni hech biri yangilay olmadi. 2013-yilning 20-iyunida Los Anjelesda bo'lib o'tgan Ginneslar rekordi musobaqasida Nancy Zifker degan qiz oyog'i yordamida kamondan o'q uzib eng uzoq masofaga yetkazdi. Uning oyog'i yordamida otgan kamon o'qi 6 metr uzoqlikdan oshdi va shu kunning o'zidayoq u Ginneslar rekord kitobiga kiritildi. Kiyevda istiqomat qiluvchi Olga Yashuk degan qiz deyarli 15 soniyada 3 dona tarvuzni oyoqlari yordamida qisib yoradi va u dunyo rekordini o'rnatadi. Ushbu rekord 2014-yilda o'rnatilgan edi. Amerikada istiqomat qiluvchi Joel Well degan inson 2008-yilda rezina lentalari yordamida dunyodagi eng katta rezina sharini yasaydi. Rezina sharini og'irligi 4 tonna 97 kilogramm tashkil etardi. Bu haqiqatan ham juda mashaqqatli ish bo'lib, hamma inson ham bunaqa sharni yasay olmasdi. Shunday qilib, Joel Wellni 2008-yili 13-noyabr kuni dunyodagi eng katta rezina sharini yasagan inson deya Ginneslar rekord kitobiga kirgizishadi. 2007-yili 30-iyul kuni Scott Murphy degan inson 30 santimetrlik skоворodkani qo'llari yordamida 30 sekundda buklab tashagan. Bukilgan skоворodka esa 17 santimetr bo'lib qolgan. Shunday qilib Scott Murphy dunyo rekordini o'rnatgan. 2007-yilda Sam Uyuklin degan inson bir oyoqli velosipedda bir kunda 453 kilometr masofani bosib o'tib dunyo rekordini o'rnatgan. Bu rekordni o'rnatish unga qanchalar qiyin bo'lmasin, lekin u buni uddasidan chiqgan. Belgiyada istiqomat qiluvchi Jeffa Van Dika degan inson 2008-yili 24-aprel kuni Brechtda bo'lib o'tayotgan Uniza shousida 227 dona futbolkani kiyib dunyo rekordini o'rnatadi. Albatta futbolkalarni kiyishda unga ko'maklashishadi. Shunday qilib Jeffa bir vaqtning o'zida dunyodagi eng ko'p futbolka kiygan inson deya Ginneslar rekord kitobiga kiritiladi. Va nihoyat sizga eng qiziqarli Ginneslar rekordidan bittasini aytish vaqti keldi. Suratda ko'rib turgan insoningiz ismi Ashirta Furman. U beyzbol tayoqchasini 1 milgacha barmog'ida yiqitmay olib borgan birinchi inson deya Ginneslar rekord kitobiga kiritilgan. Lekin bu Ashirtning birinchi rekordi emas. U 551 marotaba har xil qiziqarli Ginneslar rekordini o'rnatgan. Uni o'rnatgan rekordlarni har bir inson qila olishi mumkin. Lekin u birinchi o'ylab topadi-yu, sharta borib Ginneslar rekordini o'rnatib tashlaydi. Ko'rib turganingiz Ginneslar rekord kitobiga kirish unchalik qiyin emas ekan. Bu inson haqida biz ko'p ma'lumot bermoqchi emasmiz. Bu insonning ismi Gerard Jess. Ha, ko'rib turganingizdek, u shu yo'l bilan 5 dona yonib turgan shamni o'chirib dunyo rekordini o'rnatgan. Bu qanchalar kulgili bo'lmasin, lekin shu ham rekord ekan.